Bo'ldi. Tabiat qo'ynida yurish naqadar ajoyib. Hamma yoq yam-yashil o't. Mana boyaga bitta yurishim nima qildi? Hamma yoq yashillikka to'la. Voy, nima edi bu? Qanaqa joyga keldik? Yurib ketadi-yu. O'zgaradi. Nimadir chaqdi? Ehtiyot bo'lish kerak. Hozir ilon ko'paygan. Tog'larda. Mana Ulug'bekjonni oyog'idan nimadir sekingina chaqdi. Farruh video olish bilan ovora. Biz mana ko'rib turganingizdek Samarqandning eng xavfli hududlaridan biri Ma'murshoh. Bega ayiq bor deyishadi, qo'riqxonada. Agar Qo'riqxonada chiqib qolsa, 3 boshli ayiq bo'lib, birining rangi oq, ikkinchisi qarang. qora va Atrofni qarang, qanaqa chiroyli. Voy, jonim, mobilni olib keling. aynan Haqiqatan ham chiroyli, juda. ozgina 5 minutgina sabraniyacha. Uyda siysak nima bo'ladi? U Chiqmaydimi? Sizga qo'yib berdi. Siyaman deyapti. Siz foydali siysan. ana shu joyiga hushtakcha qo'yib yuboraman-da videoga. Machala hayajonini yashira olmayapti. Natijada har xil tovushlar chiqyapti. Yana bitta. Ovozni qarang. Yana bitta. Ajoyib. Shovqin solish yaxshi emas-ku? Mayli. Realni juda ajoyib. Ana bu yer yomon ochiq joy ekan, Mavraka. Qayer? Halika. Kengligini qara buni. Aksiga olib, havo ham juda issiq. Samarqand viloyatining o'sha Ming Archa deb ataladigan joyi. Juda chiroyli. Daraxtlar o'zi sinib joyida qurigan. Bular qara.